Voy balajonlarim, kelinglar. 15 kunlik kelin. Assalomu alaykum. Voy o'g'iljonim, keling. Ayajon, yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizlar. Mana ayajon. Voy balajonim, ovora bo'lsizda. Orasi bor ekan. Ayajon, sizlar kirib bemalol o'tiringlar. Yuring. Yo'q, boshqa. Osh tayyor edi o'g'lim. Nima, kechroq telefon qilsangiz kelib olib ketaman. Bo'ptimi? Sog' Sog' bo'linglar. keling, Bo'ldi, o'g'lim, hop, sog' sog' bo'linglar. 1 yildan so'ng mana keldi enangni uyiga. Kirib hozir maza qilib men olib bergan kolani ayam bilan ichasan, ha? Ichasan, men bilaman. Tomog'im qurib ketdi. Koladan qo'y, bir qultum chuvalay mana. Qo'y. Dema, to'ldirib qo'y. Bo'ldi. Yasha, tomoq qurib bor. Abba, enang chiqdi. Ha, kuyov? Kirsiz bo'lardi. Ha, kiramiz, kirmagan joyimizmi? Ajoyib ekan siz. Sizga kola olib keldim. Ayajon mazza qilib chuvalarsiz, muzdekgina bo'ptimi? Ayasi biz oilani yomonlab, singillarimi, apalarimni ig'vo qilib, meni onamni o'zingni onangga qulay qilib ko'rsatib, hamma yoqda chaqib bo'lgandan keyin telefon qilsang kelib olib ketaman, bo'ptimi? 5 yildan keyin. Yo, men bitta narsaga hayronman-da. Insonlarni xotiniga o'xshab, san ham onangning uyiga borgin-de, ular ham g'animat, buni nevaralarini sani sog'inadi. Bor oldiga ulardi. Ha, xo'p, boraman. Olib borib qo'ying. Olib borib qo'ying deydi, mana shunaqa bu mana. O'zing sekin ballarni olib, yaxshi ko'rgan ashillangni aytib ketaver. Bo'pti, ehtiyot bo'lib ketinglar. Ballarni ehtiyot qil, sekinroq yur. Katta yo'lga chiqma, praven yo'q. Gay olib kirib qo'yadi. Bari. O'zi boru menga Indian Nobel mukofotini berish kerak. Mehribanlık saadettir, saadeti yaşada.